So'z murojaat TV. Yildan yilga hukumatimiz tomonidan ta'limga jiddiy e'tibor qaratilib, o'qituvchi murabbiylarning oyligi ko'tarilmoqda, ammo yaratilgan shart-sharoitlardan hamma ham bir xil foydalana olmayapti. Kursimizga murojaat qilgan Qo'shrabot tumani 74-umumta'lim maktabida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar direktor o'rinbosari har chorakda hisobot uchun deya pul yig'ayotganligidan norozi bo'lishmoqda. Aslidagi holat bu kundalik kunga yaxshi baho qo'ymagansiz, to'liq o'quvchilarga degan. Ha dedim, keyin unda sizga intizomiy chora ko'raman deb 30% faqat mendami dedim. Ha dedi. Keyin shu bilan men sinflarimda ham hamma faqat mendan kamchilik axtaradigan bo'ldi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi. Ha dedim. Oxir majbur bo'ldim shu chora kelishga. Uni tashqari hammada ham ayb bor-da bu dunyoda. Hech kim aybsiz inson emas. O'zi mana shu mansab kursisiga o'tiribdiki, har chorakda masalan fan o'qituvchilarida отчет deydi, hisobot. Unaqa narsa yo'q-da, boshqa maktablarda bizda bor. Boshida 15 ming, keyin 20 mingdan, hozir esa 25 mingdan yig'ib oladi. Boshqa. Yig'ishga sabab nima? Отчет topshirarmish, bilmaymiz. Nega atchot topshirar ekan? Bilmadim. Bunga direktorga ham aytdim, chora ko'rmadi. Zam direktor atchot topshirar ekanmi? Tumanga ham viloyatga ham? Bilmayman-da. Men topshiraman dedi. Ha dedi. Atchot topshirish uchun pul yig'ib oladi. Pul yig'ib oladi. Bunga qarshiligimiz bo'lmadi. Mayli dedi, bermagan o'qituvchi bilan. Mana shu holatda. Nima deydi? Hammadan yig'ib oladimi? Hamma fan o'qituvchilar, ana sinf rahbarlaridan. Sinflarim uchun atchot topshirasizlar, hisobot berasizlar deydi. Keyin dars jadvalimiz uchun kun ochib beraman deb pul yig'ib olgan. Mana shu narsa. Qanchadan beri davom etyapti o'tish holati? Shu o'tirgandan beri kursisiga. Men bilan 2 yildan buyon. O'tgan 24-25 o'quv yilida, bu yil 25-26 o'quv yilida. Har oy pul berishlar kerak. Har chorak beramiz. Har chorakda. Nechta o'qituvchi beradi endi shunda? Bilmayman, nechta sinf rahbar bo'lsa shuni bari. Bermagani bilan boshqacha. Mana bu audio yozuvda esa o'qituvchi bilan direktor o'rinbosari ovozini eshitishingiz mumkin. Men o'sha vaqt sizga aytdim, sizga u o'qishlar yolg'on deb. Bo'ldi. Men endi sizga tashlab o'tirmayman. O'shani aytdim. O'tgan chorakda o'qituvchilar ham kirdi. Qarang, bizga yig'ma yig'yapti. 25 mingdan olyapti. Har chorakda stolga o'tiribdiki, har chorak yig'ib olyapti bizdan. Nima chora ko'rdingiz? Siz bunday qildingizda aksincha o'qituvchilar bilan urushdik. Bo'stonova va Lobaranga qancha to'balashdi? Inobatova qancha bo'ldi? Bermangizlar deb aytdim, menga kirdaman. Bermangizlar desa kimni qo'yyapti? Kimga bir anav qilyapti? Xo'sh, siz o'zingiz nima chora ko'rdingiz, direktor bo'lib? Siz menga oddiy xalqqa chora ko'ra olyapsiz. Shuni imzosiga qo'l qo'yib bera olyapsiz. O'ziga yo'q chora. Nima uchun pul yig'ib olyapsiz? Nimaga? Bilmasam, mana har chorakda qanchadir pul yig'yapsiz. Ha, achchaki bo'lyapti 25 mingdan. Yolg'onmi? Yozib bersin. Hamma joyda bor narsa. Xo'sh, direktor o'rinbosari nima sababdan 25 ming so'mdan choraklik hisobot uchun pul yiqqan ekan? Har chorakda hisobot topshiriladimi o'zi haqiqatdan? O'zlari topshiradi. Qanday topshirishini o'zlari biladi. Hozir aytsa, o'zlari ma'qul deb aytsa, o'shaga. Yo, hozir aytayapti-ku. Ovozi xabarim bor ekan. Mayli, ovozi xabarni ham qo'ysin. Qo'ysin ovozi. Siz gapirganmisiz, pul yig'aman deb? Yo'q, mayli qo'ysin, dokazat qilib bersin, isbot qilib bersin. Bu hozir menga nisbatan qancha narsani men bu yerda yozib tashyapti. Hamma biladi buni. Zavuch bo'lganimdan beri menda mana shu o'qituvchi bilan, ne только bu o'qituvchi, boshqa o'qituvchilar ham bor, ro'yxatlari bor. Bitta bu o'qituvchiga bildirgi bermayman. Kim ishlamasa hammaga beraman. Hammasiga bildirgi beraman. Hammasi birinchisida tushuntirish xati yozib beradi, uzr so'rab, tushuntirish xatini o'zimda saqlayman. Yana o'zgarish bo'lmagandan keyin yana kiraman. Hali ham qo'ying, mayli qo'ying deb oxiri 7-martasida menga kerak bo'lsa moslashadi deb o'qituvchilarga gapirgandan keyin men moslashmayman dedimda 30% amalga oshirdi. Hamma skrinshotlar bor, jurnalda qanday yuritganligi. Gruppaga tashlaganman. Hozir yana bir marta hayfsan oladigan bo'lsa, qonun qoida bo'yicha ishdan ketish kerak. Bizni hayron qoldirgan jihati, bundan oldin ham direktorga yo'q hisobot uchun pul yig'ilayotganligi haqida xabar berilgan, ammo direktor o'rinbosariga nisbatan hech qanday chora ko'rilmagan. O'sha elektron jurnalda to'g'ri yuritmaganligi sababli 1-2 marta ogohlantirgan bu aytgan, og'zaki aytgan yozma keyin menga bildirgi olib kiryapti. O'sha birinchi marta hayfsan intizomiy jazosi berilgan.
Keyin ikkinchi undan keyin yana bo'ldi. Yana o'sha kundalik nimada yurtmagan. Takror bo'lgandan keyin ikkinchi marta yana ogohlantirib tushuntirish xatini olib, keyin 30% masa qo'yib berdik. Oyligiga qarab. Mana shu bo'lgan nimamiz. Mana o'qituvchilarim biladi hammasi. O'qituvchilar sizga bildirga olib kelgan ekan, shu direktor o'rinbosari pul yig'yapti degan xabaringiz bormi shu gapdan? Menga bir ikki marta aytdi, men nasibani aytib, bo'lgan yo'q dedi. Unaqa holat bo'lgan yo'q dedi. Menga aytdi, pul yig'ish bo'lyapti u yoqda, bunday dedi. Yo'q, men chaqirib oldim ham, yo'q, bo'lgan yo'q dedi. Nima bo'ldi? Isbotini topmadi. Yo'q. Balki bu o'qituvchi aldayotgan bo'lsa deya jamoadagi boshqa o'qituvchilarga yuzlandik. Shu singilchamiz maktabga zo'ch bo'lib bizlardan baraka qochdi. Baraka qochdi. Jamoamizdan baraka qochdi. Jamoamizda hurmat izzatdan. Oymay oladi. Shuni oladi. 20 mingdan shu yili 25 ming so'mdan. Charaqlik otchotdim, men borib topshirishim kerak edi. Har chorakdami, har oydami? Har chorakda. 4 chorak bo'lsa 4 chorak ola. Tortib olganda qilib ola. Ikkisimiz ham. Ders jadvallarimizni sochib tashlagan 200 ming so'm bersang taklif beraman deydi. Ya singilcham chaqirishimiz kerakdi. Aytaveringlar ishda. 200 ming so'm. Puling bormi? Mana jadvalni taklif beraman deydi. Pul bermasa jadval yo'q. Jadvalni taklif beradi. Tushgacha 5 soat o'tasiz, bo'lmasa ertalab 1 soat. Chashkada 1 soat. Tushdan keyin 2 soat. Qaysi fandan dars berasiz? Ispan tarbiya o'qituvchisiman. Maktabimizda muammolar asosan shu. Bu singlimiz keyin qo'pol. Hurmat, izzat degan narsa yo'q. Rahbariyatga bironta murojaat qildinglarmi shu bo'yicha? Keyin direktorimizga aytamiz shu Tele1da. Tele1. Foydasi yo'q, ha? Hadeb qo'yamiz. Pensiya 5-6 yil qolgan shu ishlab yotibmiz bizga. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida Qo'shrabot tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri bilan telefon orqali bog'landik. Har chorakda bizlar отчет uchun 25 ming so'mdan pul yig'ib olinadi sinf rahbarlaridan. Bizlar pul berishimiz kerak 25 ming. Pul bermasak bizga nisbatan bosim bo'lyapti degan murojaat bilan chaqirgan edi. Bordik, intervyularni oldik, holatni o'rgandik. Shunga so'ramoqchi edim, tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri sifatida qanaqa pul yig'iladi отчет uchun? Umuman shunaqa tartib bormi, yo'qmi sizlarda? Yo'q, unaqa gap yo'q. Unaqa gap bo'lishi mumkin emas. O'zi aslida hisobot bormi degan savolga javob topish kerak. Qanaqa hisobot beradi? Biz misol uchun yo'q, biz bo'limda hech qanaqa hisobot topshirish degan narsa yo'q. Hech kimdan hech qanaqa hisobot so'ramaymiz bizlar. Hammasi elektronlashgan. Hamma kundalik.com, hammasi integratsiya qilingan bazalar, EIP bazasi bor, kundalik.com bor, o'zingiz bilasiz. Shu yerda nima kerak bo'lsa elektron bazaga kirib o'zimiz ko'ramiz buni. Yozma hisobot deb pul yig'ish degan narsa bo'lmaydi. Unaqa narsa yo'q, bo'lishi mumkin emas. Birinchidan, ikkinchidan maktab faqat direktorlariga ruxsat berilgan tuman bo'limiga kelishga. Shunaqa korrupsiya holatlar oldini olish uchun. Unda ham men rasmiy xabarnoma bilan chaqirsam yig'ilishga 2 haftada bir yo 3 haftada bir. Rasmiy xabarnomam bo'lsa keladi, bo'lmasa taqiqlangan. Murojaat manzili uzoqmi yoki mas'ullar bu maktabga manzilni unutishgan shekilli. Bu yerda bunga o'xshash muammolar ko'paysa ko'paymoqdaki, kamaygani yo'q. Guvohi bo'lganingizdek, Qo'shrabot tumanida joylashgan 74-umumta'lim maktabidan yo'llangan murojaat yuzasidan har ikkala tarafning fikrlarini eshitib ko'rdik. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, huquqni muhofaza qilish organ xodimlari bu murojaatga qonuniy baho berishadi. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z murojaati va Chingiz Norqul Rustam Ragin, Samarqand.